Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, hürmetli körürmenler. Uyghur Tadqiqat Merkezimiz tarafidan bilip verildiğin sohbet programlarımızın tunji sanıga hoş geldinler. Bugünkü programımızda yakında aşkarlangan Xitayning cinayet paketleri Şinjan sakçı hüccetleri üstüde elip verişini planladık. Ben Uyghur Tadqiqat Merkezi'ndeki program mesuliyet Mehmet Atavullah. Bugünkü sohbetimizde bizdeki tadqiqat direktörümüz İlşat Hasan Efendi bilen elip bağmakçı. İlşat'a hoş geldiniz. Rahmet Mehmet Tohta efendim ve Uyghur Tadqiqat Merkezi'ndeki barlık qeyrindaşlar hem ekran aldıriki hem körüp atkan körümen qeyrindaşlarga hammalarga salam. Şembe günüki hammalarga etlik assalamu alaikum. Et mübarek. Doğru heyet kep kaldı. Şu an bizim bu programın eğitim burun kılay yolda aldırdık. Ötken birkaç günde Ürümçi katliamınınki 13 yıllıkını hatırladık. Aldığımızda kurban etkili vatıdı. Şundak ehemmiyetli küllerini baştan geçiriyoruz. İlşatkan sizne kök kişi tunuydu. Şundakta mı yine körülmeler buluşu mümkün. Şu an siz özünüzü kısaca bir tanıştırıp özseniz bundan keyin resmi nimege sohbetine başlap kessek. Buldu, rahmet. Mening ismim Ilşat, familiyam atadan qalgan bo'yicha Hasan. Amerikaga kelgandan keyin isim qo'llash vaqtida Ilşat Hasan Ko'kböre deb Ko'kbörini familiya qilib ishlatdim. Dadamning ismini o'ttir ism qilib. Chunki bizningki ajdodlarimiz hem bizning madaniyatimizning bir qismida Ko'kböriga bo'lgan bu bizning erkinlikning simvoli deb. Men ham Sharq Turkistonninki shimoldagi go'zal G'ulji diyorida Jeliz nahiyasining Chulonqay degan yersi tug'ilgan. 3 yil u yerda Uyg'urcha o'qib, keynida ularniki Qumulg'a temir yo'lga berib, bu yerda Xitoychani yana Bayishdan 1-sinfdan o'qib, 10gacha o'qib, undan keyin Dalian san'at institutiga berib, bu yerda oliy maktabni bitirib, qaytib kelib, Shexanzininki kasbiy tarbiyalash o'qituvchilari, o'qituvchi yetishtirish maktabida, institutida shu yerda o'qituvchilik qildim 2003-yilgacha. Siyosiy zulm tufaylidan hamda men bu yerda ba'zi bir faoliyatlar qatnashgan, ba'zi yaqin o'tishgan shu vaqtdagi men bilan birga shu sabti bo'lganlarning ba'zilari hozir Turkiyada turmalarda yetib chiqdi. Şunun şu ba'zi bir sabablardan u yerda siyosiy zulm ig'irlashgandan keyin qochishga majbur bo'ldim. Aldı bilan Malayziyaga keldim. Malayziyada siyosiy panohlik tilab BDT'da. Andan keyin 2006-yili Amerikaga, New Yorkninki Buffalo degan shahriga. U yerdan 2007-yili Virginia shtatiga ko'chib keldim. Chunki bu yerda Uyg'urlar eng ko'p yer. Ondan keyin tadrijiy holda Amerika Uyg'ur birlashmasi qurultayimisiga qatnashib, aktivlik bilan yana vatan davosini davomlashtirdim. Bu jarayonda Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi bo'ldim, Dunyo Uyg'ur qurultayining ishki ishlar mudiri bo'ldim, Xitoy ishlar mudiri bo'ldim. Hozir hamda ijroiya komitetininki muavin raisligini o'tayapman. Ham Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq projektininki Xitoy ishlariga maslahatchi. Hozir hamda yana bizningki bu Uyg'ur Tadqiqat Markazininki tadqiqot bo'limining mudirligini men evatman. Mana yig'inchoqlab aytgan vaqtida men bir Uyg'ur davosidagi jangchi, kurashchi, vatan uchun, davo uchun, xalqimizning hurligi, vatanimizning erkinligi uchun oxirgi tiniqqacha kurash qilaman deb o'zimni atagan. Dadam şununla terbiyeligen atıboğlarımız şu
Şarkı Türkistan'ınki şu pak sularını içip ahnan yep çoğ olduk. Şununla birinci imanımızı yüz kelalişimiz gerek, vicdanımızı yüz kelalişimiz gerek. O dünyaya bağanda Allah'ın aldıda herhalde kolumdan kelişçe vatan üçün, halk üçün, itikadımını qoğdaş üçün köreş kıldım dep şu cevapka berəligidek bir tirişaylı degen ümit bilen bugün geç geldim. Rahmet. Alperen, hakikaten sizinki hayatınız küreş bilen ötken, vatan millet üçün tirişçilik bilen, bedel töleş bilen ötken bir hayatken. Bundan keyin bu dağınlık bu yolda texmo zor kutuplarını kol keltirişingizga tilekdaşman. Rahmet. Unda bolsa biz bu temamizni muloyiza qilishdan, muzokara qilishdan avval albatta bu bir cho'ng tema. Bu vaqtdagi xabarlar Şinjan saqchi hujjatlari degan nomda e'lon qilingandan keyin cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Nurg'ulg'an medialarda, nurg'ulg'an kishilarning og'zida buni angladik. Ammo bu zo'r bir hujjat bo'lg'achqa buningki tadqiqot qismi davomli yana qatqiliqliq deb o'ylayman. Ondan keyin bu soatda nurg'ulg'an tadqiqot izlanishlar davomli elib berilishi kerak va elib berilyotidi. Siz mushu hujjatlarniki qanday bir hujjat ekanligini bizga ko'rilmagan, hech buni anglamagan, ko'rmagan bir kishiga tushuntirgan shaklda bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Buludu. Aldı bilen bu hüccetle hatalaşmışsam 5. ayınınki 26'sı mı 25'i? 25 kodaymi? 25'i. Amerika'nın vakti kes saat 12'de en dastlapta BBC'de ilan kılındı. Onun aldıda azırak aldıda bana birisi şu günü belki BBC'de bir haber çıkıp gelişi mümkün degen bir uçuravatdi. Şunanga saat 12 oğa vaxtıda uxlaştım burun bir tekşürü itay dedim. Açsam nak şu Şinjan sakçı hüccetler dedi. Şunlar karab menin közüm aldı bilen aşı resim. Bulup meyilki közüge lık yaş ağan ayalınınki şu sureti mana diga vaxtını meni naytti bir xil şunda yuqori bir ayalki bisim aslida qo'ydi, ruhiy jihatdagi bisimda. Şundan bilan rasmlarni birdan qarab mangdim shu telefonimdagi bo'yicha. Yosh bolalarni ko'rdim, buvaylarni ko'rdim, mo'maylarni ko'rdim. Şunun bilan o kuni kechasi uyqu kelmadi, uxlayolmadim o kuni. Ertesiga yana to'xtamay bir yerni qarayma, yana nima qilma. Keyinda şunun bilan rast gapni desam, o'g'ini ertesi tushlar bo'lay deganda ayolim ishga ketdi. Balam maktabga ketdi. O'zim yolg'iz o'tirib, birinchi qatim ko'zimdan yosh chiqib ketdi, shunaqa yana qarab. Shunda cho'nqur ta'sir qildi. Ondan keyin azroq o'zimni tutib, kommunizm ziyonkashlikka uchragan fondi jamiyatininki shu to'r betiga kirib, birdan bir chatdan ko'rib chiqdim. Bu hujjatlarni cho'ng jihatdan 3 ga 4 kategoriyaga bo'lgani bo'ladi. Birincisi ziyonkashlikka uchragan tizimlik 2000 dan ortiq rasmlar. Bu rasmlar şu Xitoyninki bo'libmi Konisha Qashqarninki. Shu yerda 2 lagerda, yana birisi san'at bag'chisi degan yerda, yana birisi tarbiyalash markazi degan 2 yerdagi tutilgan Uyg'urlarninki rasmi bu. Bu birinci turkumdaki, yana ziyonkashlik uchragan yoki milliy qirg'inchilikninki qirg'inchiligiga uchrayotgan Uyg'urlarning tizim rasmlari. Bunun ichida yosh kichik bolalar bor narsida, buvaylar bor, mo'maylar bor, 80 yoshga yetgan. Ko'pinchisi qiron yoshlik qiz, o'g'il, ayollar. Bu birinci turkumdaki. İkinci turkumdaki şu lagerlarga yana
konuşa, terbiyeleş merkezinin bexatarligi, saqchilarninki xizmati va ularninki agarda shu lagerdagi birasi kasal bo'lib qolsa, kasalga opirishi, kelgan odamlarni tizimlash, ularni qandoq boshqarish, bexatarligi qanday qilish, saqchilarni qandoq qurollantirgan, qaysi darajada qurollangan va u lagerlarninki qandoq bexatarligiga Xitoy hukumati tarafdan bu saqchilarga topshirilgan bexatar vazifasi. Yana har bir saqchiga bo'lingan xizmati bor buningda. Bu hujjatlarni nihoyatda inchki ahvolda, hattoki agar tafsil qarab chiqsa, hatto shu lagerning ichidagi saqchilarning hammasining ismlaridan tortib bor. Bu ikkinchi turkumdagi. Hamda uchinchi turkumdagisi nima degan vaqtida, uchinchi turkumdagisi butun mushu Sharq Turkistondagi saqchilarni tarbiyalash, qurolni ishiltish, so'roq so'rash, qanday vaqtida ko'chada bir Uyg'urni to'sab, uningdan qaysi usulda savol so'rash, qanday uni tutish, qatorliq Xitoy saqchilarini, yana Xitoyning bexatar xodimlarini tarbiyalash materiallar. Bu uchinchi turkumdagisi. To'rtinchi turkumdagi hujjatlar meningcha eng muhimi deb qarayman. Bu bo'lsa Xitoy amaldorlarininki maxfiy so'zlari. Masalan, buning ichida Chen Quango'ninki so'zlari bor. Uningki Xitoyninki shu vaqtdagi yaqinda u Xitoyni ivatdi, jamoat xavfsizlik bexatarlik ministerligining bosh ministri Zhao Kejining so'zi bor. Guo Shengkunning bor. Uningdan keyin yana Xitoyninki Wang Yangning so'zi bor. Undan boshqa G'uljidagi oblastlik saqchining boshlig'ining so'zlari bor. Chen Quango'ning bor. Bu amaldorlarninki so'zi. Bu nima uchun buni men eng muhim deyman degan vaqtida, chunki bu amaldorlarning so'zida bevosita bu milliy qirg'inchilikninki Xi Jinpingning yana Xitoy markazining buyrug'i bilan bo'layotganligini dalillaydigan hamma hujjatlar bor. Shuningga bu hujjatlar mushu 4 turkumlik. Hozirgacha mening shaxsan ko'z qarashimda ko'pinchimiz rasmlarga yana ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarning bu qismiga qaradik, ammo lekin qolgan qismlarga Uyg'urlar jihat tarafidan azroq mancha sal qarash bor deb qarayman. Chunki eng muhimi buni kim loyilidi? Kulimi qanchalik bularni ko'rish uchun qolgan hujjatlar nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bo'libmi Xitoy amaldorlarininki so'zlari bu eng muhim qismi deb qarayman. Rahmat, shu 4 bo'limga ayirdim men. Ko'p rahmat, nihoyat yaxshi atrofliq tahlil qilib berdingiz. Haqiqatan bu hujjatlar e'lon qilingan vaqtda 5-oyning 25 biz Anqarada Xitoyning elchixonasi oldida namoyish qilayotgan mezgilda uni udul keldi. Shu vaqtdan bu rasmlardagi bo'libmi kichik bolalarniki, kichik qizlarniki chiroy ifodasini ko'rgan vaqtimda men qattiq azoblandim bir shaklda. Yana bir jihatdan g'azablandim. Yani vücudumda bir xil nima azoblanish bilan bir xil ochiqlanish, nafratlanish urg'udi. Shu vaqtda biz bu rasmlarning ichidan belgili qismlarini besib chiqarib shu elchixona oldiga namoyishdimi birga ishlatdik. Haqiqatan bu rasmlar chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlarning haqiqatan yuragini ezdi deb o'ylayman. Ya'ni ezdi deganim yetishtirdi. Chunki zulmni yiroqdan anglash bilan uni o'z ko'zi bilan ko'rish insonning sizimiga nisbatan farqli deb o'ylayman. Chunki anlagan vaqtda niyatni anglab olgandan keyin balkim undaq emasdi yoki balkim yaxshidir degandek inson bir umidga o'zini ep qachalaydi. Ammo bu rasmlar bizning ko'z oldimizda bu shubhada tashlab qo'ygan vaqtda ulardagi chorasizlik, ilojsizlik, amalsizlik
bu bizni hakikaten nima qildi ekan? Ta'sirlantirdi ekan. Hakikaten nima hayajonlantirdi ekan. Bu belki bizga ikki xil ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biri bizni tugashtirib o'tish, izlab o'tish nuqtasidan psixologiya jihatdan aytganda. Yana biri bizni g'azablantirib, qo'zg'ab o'tish. Men shaxsan o'zimga nisbatan ikkinchi xil shaklda ta'sir qildi deb o'ylayman, chunki yillardan buyon shu shaklda harakat qilgan bo'lg'achqa balkim shu xil ta'sir kuchli bo'lgan bo'lsa kerak. Haqiqatan bu rasmlar bu jihatdan shundoq alohidlikka ega bu hujjatlar. Ama siz degandek buningki tadqiqotga oid pokitchanlik rolimi haqiqatan sal qarashga bo'lmaydigan ham tadqiq qilishga tegishli davomliq. Ya'ni bunchalar ko'lamdagi tutqun qilishni kim planladi, kim ijro qildi, qanday ijro qildi? Bizga ko'ringani bunchalik bo'lsa, ko'rinmagani qanchalik degandek nurg'un savollarni qo'zg'aydi. Endi İlşadqa, bu hujjatlardan biz nimalarni his qila olamiz? Bu hujjatlar nima deydi? Bizning temamizni shunda qo'ydik, Xinjiang saqchi hujjatlari nima deydi deb. Xuddi siz aytganga o'xshash, rasmlarning eng cho'ng roli bizga bu zulmni ko'z oldimizga akab berdi. Masalan, mening ikki singlimninki lagerda ekanligini jazmlashtirdim 2018-yili. Ama faqat muxbirninki bergan xabariga asosan biri mening cho'ng singlim bilan biri uyda yotgan biri qozoq qizchaqninki tasviri bo'yicha singlimninki shu lagerda yetayotganligi, ruhiy jihatdan tugishib ketganligi, kunda yig'laydiganligi, ikkinchi singlimning bir necha qitim shu yerda hushidan ketganligi, hatto yo'ldoshi singil qizi berib uni yo'laymiz degan vaqtda saqchilar ishtirayotgan singlimni so'rab akirib ketgan ikkinchi singlimni. Shularni ko'rgan vaqtimda ta'sir qildi. Shuning bilan ko'nglimda ammo o'zimga tasalli berib yaxshido deb yurdim. Undan keyin davomlashtirish kerak deb o'zimga ham rag'batlantirib o'zimni ham tasalli berib. Ammo shu rasmni ko'rgan vaqtida menga bak ta'sir qilgani ko'zda liq yosh ayolning shu rasmni ko'rgan vaqtida xuddi mening shu singlimni bo'libmi cho'ng singlim ikki bolasi bilan Ilnur ismi shu singlim ko'z oldimga keldi. Shu singlim shundoq mildirlab ko'zi. Aka sen nerede davatqandimi o? Aka meni qutuldirsang mamdo davatqandimi o? Degan shu xiyol, shu narsa oldimga keldi. Haqiqatan bir kundan chiqarib o'zimni xeli yo'qitib qo'ydim. Ruhiy jihatdan bir xil bu bir azob bo'ldi. Ammo lekin o'zim dedim, yo'q. Buni davomlashish kerak. Buningga biz o'zimiz ruhiy jihatdan yiqilib tushsak, Xitoy qo'shi bo'ladi. Shuning uchun biz buni nafrat bilan harakatga birlashtirib davomlashtirishimiz lozim dedim. Shu bo'yicha mingyapmiz. Hammamiz ishini men shunda bo'ldik. Endi bu hujjatlar bizga nimani bildirdi deganda birinchisi rasmlarning bizga bergan signal nima degan vaqtida kang kulam tutishninki kulimi. Yana Konishada bu rasmlar meningki bilishimcha faqat mushu qitimki saqchi hujjatlarininki yana bir qismi, hammasi emas deb angladim. Demak, yana bor bu rasmlar. Bir nahiyada 10%dan 15%gacha Uyg'urlar tutilgan. Bu tutilganlarninki biz burun bilmaydiganimiz balkim besh vaqt namozlarni tutqando, andalarni tutqando deb har xil farazlar bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Ammo buni ko'rdikki, narsir ballarmi bor, buvaymi bor, mo'maymi bor, hattoki ma yaqinda ana hammamiz ko'rdik, o'zining ismini Hong Kong deb qo'yib olgan Shangang Mehmetnimi shuning ichiga kirgan. Bu demaklik, bu tutish o
namaz ötememse sen Uygur buldun yoki şu musulmon buldun, şu seni tutuşuningki sebebi har qanday bir Uygur uchun. O yeshig'imi qaramagan, ayollig'imi qaramagan, tutuş degan şu narsa bilanla bularning hammasini Xitoy bo'lmaganligidan tutgan. Bu birinchi rasmlardan bizning ko'ra oladiganimiz. Rasmlardan ko'ra oladiganimiz. İkincisi, ben bunu tartibi bilan. Birinci rasmlar, ben 4 turga bo'ldim. İkinci türünü ben aldığı yötkay deb o'yladim. Saqchilarni tarbiyalash hujjatlari. Masalan, qanday so'roq qilish, qanday yo'lda bir Uyg'urni to'sash, qanday qilib uni tutish, qo'liga qo'yin selish, qanday qilib ularni turmaga akirish, qatorliq o'rgatadigan tarbiyalash. Buningda nimani ko'ramiz degan vaqtida Uyg'urlarni dushman qatorida ko'rgan. Düşman qatorida ko'rgan. Düşman. Xitoyning dushmani. He. Uyg'ur, hattoki boshqa millatlarmi bor bu yerda. Hammasini Xitoyningki hokimiyatining dushman deb ko'rgan. Shuningga bu tarbiyalashlarida qanday savol so'rash, qanday gumon qilish, qanday yo'lda bir odamni ketib qolgan bir odamni saqchi gumon qilib qolsa qanday to'sash, uning bilan qanday parang selishish, hattoki qaysi usulda uning oldini to'sash. Udul berib to'sashmi, yanto berib to'sashmi, yoki ikki saqchi bo'lsa qaysi orqada turish, qaysida oldida turish, hattoki mushularni tartib tarbiyalagan. Bu ikkinchi turkumidagi. Üçüncü turkumi bo'lsa, shu lagerlarning ichidagi saqchilarga berilgan vazifa, bu qismi nihoyatda ashaddiy desak bo'ladi. Bu qismini meningcha biz agar qiziqqanlar bo'lsa, Ikkinchi Dünya urushidagi Nazilarning lagerlariningki asasininki, ya'ni shularning tuzumlariga qarab selishtirmoqchi bo'ladi. Uningdan eshib ketgan. Uningdanmi vahshiy. Buning ichida masalan men bir misol qiray. Konisha shu tarbiyalash markazininki yana degini kasbiy texnik tarbiyalash markaziga alayda saqchi qismidan 6 odamni shu yerga maxsus bir bu yerda Xitoychisida nima deydi desangiz, Junyong Jichang deydi. Yana Xitoychisida harbiylar ishiltirgan pilot. Avtomat emas. Chunki buni inglizcha tarjima qilgan vaqtida machine gun deb tarjima qildi. Avtomatmi machine gun bo'ldi, kichik tipdagi pilotmi machine gun bo'ldi ekan. Ama Uyg'urchada biz pilot deymiz. Pilot deganimiz tiklab qo'yib, o triki bilan to'xtamay atalaydigini. Qo'lda tutilgan nishon qilib turmay shu umumyuzlik atadigan qurol. Umumyuzlikda uni hamda harbiy ishiltadigan. Uningda aniq ashi degan so'zi Junyong Banyong Jichang deydi. Junyong degani harbiy ishiltadigan bu pilotni 6 Xitoy saqchisi bu yerdami yana bir diqqat qiladigan narsa. Men hammani birdan o'qib chiqdim. Qurol tutadigan mayli pilot bo'lsin, avtomat bo'lsin, hammasi Xitoy saqchilari. Bir Uyg'ur yo'q. Demek Uygur saqchilarga ishonmagan, ularga Uyg'ur saqchilarga ishonmagan, ularga qurolni tutqizmagan. Uningdan keyin bu alayda saqchi 6si shu Konishdagi lagerning eng egiz potayning ustida turadi. Bular almışıp turib 24 saat her bir yani ko'zdan 2dan almışıp turib shuni nazorat qiladi. Uningdan keyin bu hujjatga masalan Chen Changguoning so'zi bo'yicha agar bir odam qechishga urinsa shu yerda birinchi qitim avvalga o'q chiqarib ogohlantirish, uningda to'xtamasa naq maydon o'ltirib etib, undan keyin doklad qilish deydi. Shuning uchun bu hujjatlar nihoyatda muhim. Bu muhimligi nada degan vaqtida bu lagerlar Xitoyning deganidek maktab emas. Bu turma bu. Bu turma. Uningdan keyin Uyg'urlar u yerdagi o'quvchi yoki fuqaro emas. Ular
siyasi mahbus. Şunun için ulanı kaçsa iç gerek. Filmi tölen. Hatta ki onun içinde inçkilep her bir binanın bir çatak çıkıp kalsa her bir binanın kavetini ayrım takip etip şu binaga, şu vaka boğa yerine karatıp bastırış şu planları hemmesi naiti tepsiyle inçke. İnçke. Bu ikinci Türkümdeki, üçüncü Türkümdeki hüccetleri. Hem de dördüncü Türkümdeki hüccetler, ben dedim, Xitay əməldarlarının. Bunun da niye dep beriyatdı desek, mesela Zhao Keji'nin ki 2018 yılı 6. ayının 15'i o deyme. Bu kilit bütün Şarkı Türkistan'ın ki lager, türme, bulanı bir kur, közden keçirgenliğin ki Ürümçi'de şu 6. ayının 10'u mu 15'i jığın içip bu özününki şu yerde köygellerini ve Xitay merkezininki rohini yetkizgen. Bu sözde bulup mu Zhao Keji'nin sözde naiti muhim narsalar var. Birincisi, biz lagerdeki adamların sanını talışıp geldik hayli bir vakitçe. Chet eldeki mutaxassislar mu har xil parazlar bo'ldi. Mesela 1,5 milyon deganlar oldu, 2 milyon deganlar oldu, 3 milyon dedik, 4 milyon deganlar oldu, 6 milyon deganlar oldu. Hatta onundan jıq deganlar mı oldu. Zhao Keji'nin sözüde naiti muhim iki sözü var. Şu Zhao Keji'nin sözünün 6. bet mi 7. betidir o deyme. Nemi deydi? Bu deydi, bütün Abdunum rayonunun içinde 2 milyon koş panizmnin ki tesiri uçurğanlar var deydi. Koş panizm degene neme? Pan-İslamizm, pan-Türkizm, Türkizm. Pan-Türkizm, pan-İslamizm. Pan-Türkizm, pan-İslamizm. Bu iki panğı uçurğan asasen şu Uygurlar karatkan 2 milyon adam var deydi. 2 milyon. Ben bunu menin düşüncemde kayıt okup bunu asasen ziyaliler karatkan dep karadım. Bu birinci sözü. Birinci 2 milyon. Onun deyken onun aksıgılı ulap deydi o. Zhao Keji. Cenupta, yana Şarkı Türkistan'ın cenubuda 2 milyon Uygur dinni radikalizm uçurğan deydi. 2 milyon Uygur dinni radikalizm uçurğan deydi. Bir yerde mavu 2 milyon hoş pan uçurğan. Yana pan-Türkizm, pan-İslamizm uçurğan. Yana 2 milyon Uygur dinni radikalizm uçurğan. Koşup gelse kança? 4 milyon. 4 milyon. 4 milyon. Bu 4 milyondan içinde emdi. Şahsen menenki göz karışımda. Eğer biz kopup bu 4 milyondan içinde azırak bir kısmı panizm uçurğanları hem dinni radikalizm uçurğan bulup koş boğa haletti mi? Bu yerde biz 3 milyon desek ya ki 4 milyon desek hiç kandak hatalaşmayız. Bu Zhao Keji'nin özünün sözüdür ki. Bunun bilen bu sanның meselesi mana degan vaqtida birinci qadamda bizde ispat bağıldı. Zaten bu lagerning içinde qanchalik adam var? 4 milyon desek hatalaşmayız. Xitayning Cemaat Bexatarlik baş ministrinin sözü bu. Bunun davatını bu adamlarını hemen akiriş gerek deydi. Demek 4 milyon. Demek Xitayning statistikasi bo'yicha aytgandimi, yani bütün Uyg'ur nüfusunun teni. Yani 11 milyon atrofida deydi emasmi? 4 milyon. Şu 20. 20. 20'de. Bu mana degan vaqtida san jihatdan birinchi qadamda buningki külümünü hal qildi. Mana degan vaqtida bizga dalilni deb berdi, ko'z tutadi. Bu
ne bileyim ki Cavkırcı'nın sözde. Cavkırcı'nın sözde yana en ahır kısmında yana bir muhim uçur var. O deydi o. Ben keliştim burun Xi Jinping sekreterimiz bizge yol yoruq gösterdi. Bu yol yoruq aldığınki ketim Goşunkun deydi. Goşunkun degeni onun bu Cavkırcı'nın aldıdaki yana minister. Şu minister doklad kılgan vaqtida Xi Jinping baş sekreterimiz törümünün kengaytыңlar. Kengaytish mablag'ni tezden yetkizib berish deydi. Birisi türümü kengaytish mablag'ni ko'plab berish, qo'shilib berish. İkinci deydi, türümü saqchilarninki sonini ko'paytirish deydi. Türümü saqchilarning. Üçüncüsü, hatalaşmışsam, Bingtonni kengaytish, yana janubga. Deydi, bunu Xi Jinping'nin özünün sözü boyunca iskopning içi gelip Cavkırcı sözleydi. Şunun bilan bu yerda bu nima deydi degan vaqtida hatta bizning Uyg'urlarning ichidami men dastlabda ba'zi ahmoqlarni ko'rdim. Voy buni Xitoy markazi bilmaydi ekan. Chinchangoning qilgani ekan. Chinchangoning qilgani emas. Bu Xi Jinping jallatning o'zininki başdan ayak planlığını. Şunun için özü bevosita bu milliy qirg'inchilikqa aralashgan yo'l yo'riq degan. Yana turmini kengaytinglar, saqchining sonini ko'paytinglar, mablag'ni selinglar. Üç nima? Buyruq. Turmini kengaytish, mablag'ni qo'shish, saqchining sonini ko'paytish. Bu buyruqni Cavkırcı'nın sözüde Xi Jinping bizga dedi deb alağı yetkizib atıdı. Yana demek bu türme başka yer emas. Bizning vatanda. Lageri şu yerde. Şu yerde saqchilarni kengaytib atıdı. Onun için Cavkırcı deydi. Şunun için biz saqchininki bir türküm Xitoydan yordamga akagan saqchilarni şu yerde qoladigan o'rlashtirdik deb buni ko'rsatib berdi. Bu demaklik nima degan vaqtida bu Xitoy doiralarining so'zidan birincisi tutulgan adamlarninki bu milliy qirg'inchilikqa ziyonkashlik uchirgan odamning soni kam bo'lganda 4 million. Buni jazmlashtira olamiz. İkinciden bu milliy qirg'inchilik Chinchango yoki Juhaylun yoki bir avtonom rayondagi Xitoyning emas. Bu Xitoy hukumati yana Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari, Xitoy hukumatining bosh raisi bo'lgan Xi Jinping'nin öz buyrug'i bilan bo'layotganligi. Bu Cavkırcı'nın sözü. Endi biz agar Chinchango'ning so'ziga kelsak, Chinchango'ninkidimi yana bir narsani ko'ramiz. Muhim bir necha masala bor. Birincisi, rahimsizligi. Chinchango so'zida deydi, Vahşiligi. vahşiligi, rahimsizligi, vahşiligi. Chinchango deydi, har qanday lagerda qochma deydi ekan, agah at naq maydonda deydi. O'ltirib etib, uninki doklad qilsang bo'ladi deydi. Demakchi bo'lgani atiyvagin degan gap. O doklad qilishning hojati yo'q. Assangli bo'ladi degan gap. Bu birincisi. Bu birincisi. İkincisi, bu yerda yana bir masala bor. O masala bo'lsa, menimcha bizga bergan bu yo'limizning qanchalik mushkulligi, bu kurashninki qanchalik vahshiy yana uzungi balkim davomlashishininki qiyinchilikligini bizga ko'rsatib berdigan. Masalan, Chinchango deydi, meni Xi Jinping sekretar avatgan deydi. 5 yillik avatgan deydi. Ama men 10 yil qiladiganni talab qildim deydi. Bu 5 yilning plani nima deganda, birinchi yili muqimlik, ikkinchi yili muqimlikni kuchaytirish, uchinchi yili normallashtirish hamda 5 yilda butunlay bu xil qilmishlarni normallashtirish deydi. Naq 5 yil o'g'a vaqtida Chinchango'ni Xitoy akatdi. Bu akitishi ba'zilarimiz voy siyosat o'zgardi ekan dedi. Bunda ahmoqlarni ko'rdik yana. Voy Xitoyning siyosati o'zgardi ekan. Chinchango'ni evitibdi. Evatmadi.
O Xitay Xi Jinping evetken 5 yıllık vazifesini ada qilib bulup onu eketdi. Biz bilmeymiz onun akıbeti qanday boludu. Meningcha o xuddi shunday jallatlarga o'xshash, balkim shu yerda qirib o'lishi mumkin yoki yana uningga balkim yana amal berishi mumkin. Ama bu yerda biz bilganimiz bu Xitoyning siyosatida şahsen ben qayta tekrarlab kelayotgan sözüm shuki, bu siyosatida o'zgarish bo'lmadi. O'zgarish mi yok? Onu mu ko'rolmadik? Chunki bu siyasetning milliy qirg'inchilikning arkadaki laylig'chisi Xi Jinping. Xi Jinping Xitoy Komünist Partiyasi ve Xitoy hukumati ag'darilmaguncha bu siyosatda cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Ham xiyol qilish, başka yeni kelgan bu doktor o'qiganki, olimki o'zgarib qoladimi, bu ahmoqlik. O'zimizni qo'ldiribmiz. Bu demaklik, bu yerda Chinchango bizga ko'rsatib berayotgani, bu haqqoniyat uchun qilayotgan ko'rishimizning uzunligi, mushkulligi. Yana biz idiy jihatdan bir necha yilgacha bu davomlashishi, biz shuninggacha qat'iy niyat bilan ko'rishimizni davomlashtirishninki shuni talab qildiganligini bu so'zdan ko'ramiz. Undan keyin Chinchangoning so'zida yana bir meningcha muhim nuqta bor. U bo'lsa-mu Sherzod Bowden to'g'riliq. Sherzod Bowdenni balki hammamiz ko'pinchamiz bilishimiz mumkin. Bu bir Uyg'ur, Xotandanki. Endi Saqchidami tug'anki, kaynida uningki Urumchiga kelib ishlab, oxirsida mening bilishimcha, o'sha 16-yilning oxirlarigacha, 17sigacha cho'ng tutish boshlangan vaqtida bu Jo'xaylun bilan Qashqarda turib, Qashqar Xotandagi Uyg'urning ziyoli sarxillarni tutishda nayt cho'ng rol o'ynagan. Ama lekin 18dan keyin buni 17ning oxiri 18da tutishni boshlagan. Tutgandan keyin bu yerda Chinchangoning bir so'zi bor. Deydi, o Sherzod Bowdenning ayoli yurak kasal deb doktorxonadan bir yurak kasal isbotini akapti deydi. Ama biz onunla rahimdillik qilmaymiz. Çünkü biz komünist deydi. Unda bölgünçi şu türmünün içinde siz ülüş gerek deydi. Ma o Sherzod Bowdenning xotini qidavatgan gap. Sisip türmüde ölsün deydi. Bu demek bir yerden nemini bilimiz. Hem Uygur Xitoyning düşmeni. Mayli sen g'alchi bo'l, mayli sen Xitoyga xushomat qil, mayli sen Xitoyga yumshoq pozitsiyada tut, ama hamon sen Uygur, isming Uygur ekan, sen Xitoyning düşmeni. Xuddi bir paytimga o'xshash Xitoyning oldida. G'alchilarmi? Ishiltib bo'lib, ertasi kelgan vaqtida o't qo'yib seni kuydirib yetalaydi. Shuningga hargiz Xitoydan umid kutish, Xitoyga g'alchilik qilib qutulib qolmanmiki deyish, bu eng cho'ng munofiqliklar emas, o'zining taqdiriga o'yin qilayotganlik. Shuningga bu yerda bu Xitoy doirlarininki bu so'zlari yanımı inchikilab, qurmi-qur, so'zmi-so'z tatbiq qilishimizni talab qiladi. Umumiy jihatdan bu hujjatlar bizga va xalqaroga nima deydi degan vaqtida bu milliy qirg'inchilikning kulimining cho'ngligini dalil isbotlar bilan, vahshiyligi bilan bizga ko'rsatib berdi. Rahmat. Gayet yaxshi etraflıqqa yo'rtib berdiniz. Demisimi bu Xitoyninki yuqori besimli bostirishi oldi bilan 2014-yili qattiq bir şekilde boshlandi, yo'lga chiqdi. Ondan keyin 2017'de bu yuqori pallaga chiqdi. Rasmiy lagerlarga turkumlab sulash boshlandi. Bu jarayonda mayli bizningki xalqimiz bo'lsin, biz bo'laylik. Mayli xalqarodagi tadqiqotchilar bo'lsin, boshqa kuzatuvchilar bo'lsin.
Hakikaten bu yerde bir gangıraş oldu. Bu siyasetler Xitay Merkezi Komitesininki bir tutaş planlaşılan ilip berilgan maqsadlik siyaset mi? Yoki Abdum rayonidagi qo'rchoq amaldorlarniki va Xitoyniki partkom sekretarlarininki rayonni idora qilishdagi o'z oldiga qo'llangan tadbirimi degan masala. Chunki tarixga qaraganimizda bilganimizdek bizning Sharq Turkistonni Xitoyniki amaldorlari ma'lum mezgillarda o'z oldiga idora qilib kelgan jarayonlar bo'lgan. Shunga tadqiqotchilarmi bundan gumon bilan muomala qilib masalaga buni Xitoyning markaziy hukumati bir tosh planlaganligi haqida hozirgacha 2 yillik kelayotgan. Ama bu hujjatlarningki o'ttirg'i chiqishi bundan boshqa, bunun ilgirki va bundan keyingi chiqqan boshqa paketlar bu bostirishninki, bu qirg'inchilikninki Xitoy markaziy hukumatiningki, Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetininki bir tosh planlashi bilan ilib berilgan maqsadlik planliq bir harakat ekanligini isbotladı. Növbetden bu dünyaya mı, bizge mi aydın buluşqa başladı ve aydın buluş yolda kitibatıdı. Hem de bu hüccetlerninki Xitay'nınki cinayetini paş kılışı, bu cinayetinki sistemlik bir kırgınçılık, insaniyetki karşı cinayet, ırkı kırgınçılık ekanligini isbotlaşı bizga nisbatan aydın masalaga aylanıvatıdı. Ama xalqaro nisbatan, dunyoga nisbatan bu Şinjan saqchi hujjatlari qandaq bir hassa qo'shadi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligininki e'tirof qilinishi, qabul qilinishi va bunga qarshi harakatga qo'zg'ash jihatda. Buningki ta'siri bak cho'ng bo'ldi. Aldı bilen biz qaraydigan bo'lsak, şu 5. ayının 25'i ben okumayman. Bu tasodifiylikmi yoki shuningga to'g'ri keldimi? Biz agar qarasak, shu vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitesininki baş komissari Michelle Bachelet Hanım Ürümçi'de vaqti. Naqqa shu Ürümçi'de yoki bizning vatanning bir yerida. Udulaplar çıkadı da. Bu hüccetler o Michelle Bachelet Hanım'ın minişinin burun Amerika'nınki Tashqi ishlar ministerligidan bu berishninki xato yo'lga menayotganligini bir jakarlagan. Chunki biz hammamiz bilamiz. Michelle Bachelet Hanım'nınki bizning vatanga berishi o bir tasodifiy emas, yoki bir Xitoyning taklifi bilan kepaqin, ko'rpetin degan bilan bo'lgan emas. Milliy qirg'inchilik masalaning ba'zi hujjatlarning pash bo'lganligidan xalqarada besim qilinganligidan shuning bilan Michelle Bachelet xonimninki Sharq Turkistonga berishi majbur bo'ldi, ham shuni talab qilib Xitoyga qo'ydi. Ammo lekin men ishning oldida Michelle Bachelet xonim uqmaymiz, nemi so'dalar bo'ldi buning ichida. Birinchisi o'zining e'lon qilamiz degan Uyg'ur to'g'riliq kishilik huquq doklati e'lon qilinmadi. Buni aslida bulto 12-oyda e'lon qilgan degan. Ikkinchidan Michelle Bachelet xonim men Sharq Turkistonga Xitoyni tekshirgini bormayman deb mangdi. Tekshirgini bormasa nimaga boradi u yerga? Milliy qirg'inchilik masalasi bilan berayotgandan keyin cho'qim tekshirish uchun boradi. Shuning uchun shu vaqtida Amerika, g'arb dunyosi bu Michelle xonimninki bu safaridan umidsizlandi, tanqid qildi. Shuning bilan o ayol Ürümchiga borgan vaqti kuni bu hujjatlar 30 necha g'arbdagi eng mashhur dangliq gazet, jurnal, televiziyalarda bir vaqtda degidek berildi. Chunki bu hujjatlarning berilishi mana degan vaqtida balkim Michelle xonimninki Xitoy tarafida turib tashviqot qilib berishi, Xitoyninki tashviqotiga usul o'ynashining oldida bir jangida hujjatni qo'yib,
ma Xitayning digini hammasi yağan mani ko'dingmi degandek buni xalqaro dunyosi shu vaqtiga taqab turib qo'ydi. Qo'yish bu xabarlarninki Michel xonimga ogoh berdi. Bu manda degan vaqtida gazet jurnal muxbirlari g'arb dunyosi BDT'ga harakat qilishing kerak, Xitoyning depiga usul o'ynamaysa degan bunda bir signal bilan berdi. Bu demaklik buning ta'siri nihoyat cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lganligidan bular meningcha endi tasoddifiy emasdi deb qarayman. Shu vaqtga to'g'rilab e'lon qilindi. E'lon qilingandan keyin qanday bo'ldi? Angliya tashqi ishlar ministrligi, Germaniya tashqi ishlar ministrligi hammasi Xitoyni buningga bir tushuntirish berishini talab qildi. Hamda bu yerda buningdan hammasininki, hamma g'arb dunyosining hangtang qolganligini dunyoga bildirdi. Shuning bilan Michel Bachelet xonimmi qaytib kelgandan keyin garchi azroq Xitoy tarafninki atalmış terrorizmga qarshi degan suiiste'molini ma'lum darajada qabul qilgandek bo'lsa-mu, ammo bu yerda hech qanday Uyg'ur bilan uchrashanmaganligini hammani e'tirof qilib, o'zininki mag'lubiyatga uchraganligini e'tirof qilganligidan qaytadan 8-oyda saylamga o'zini ko'rsatmaydiganligini jakarladi. Bu mushu hujjatlarninki cho'ng roli deb qarayman. Chunki bu hujjatlar Xitoyning yana Michel Bachelet xonim, chunki bu ayol o'rni bak muhim. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari. Agar bu ayol qaytib kelib Xitoyninkini ras qilib, hozirgidan kuchliroq Xitoyning tashviqotiga dastlab bergan bo'lsa, balkim biz buningga tushuntirishimiz kerak, isbot berishimiz kerak. Jiq narsalarda balkim bizni qiyin ahvol qo'yishi ehtimoli bordi. Ammo bu hujjatlarning chiqishi bilan bu ayol hech qanday Xitoy tarafda turib bir nim deyishiga yo'l qolmadi. Chunki bu hujjatlar Xitoyning o'zininki so'zlagan, yozgan, tatgan ko'rsatmalari. Shuning uchun buning xalqaro bo'lgan ta'siri hozirgacha yana davomlashyapti. Masalan, tadqiqotchilar mana deganda Adrian Zinz apandimninki maqolasi, birinchi maqolasi e'lon qilindi shu hujjatlar bilan endi. Mushu hujjatlarni. Endi bu hujjatlar hozir butun dunyodagi hamma Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'layotgan tadqiqotchilarning qo'lida. Bular bir 2 oy bo'ldi. 5-oyning 25-idan bo'lgan bo'lsak, 1 oy o'tdi. Buni o'qish kerak, azmi qilish kerak, analiz qilish kerak. Uningdan keyin meningcha endi 7-oy, 8-oy, 9-oy bu oylarda tadqiqot qog'ozlari, ilmiy maqolalar Uyg'ur to'g'riliq texmi keng ko'lamda chiqdi. Uningki yana birisi bu hujjatlar masalan 2-dunyo urushidan keyin 2-dunyo urushidan keyin Yahudi qirg'inchiligiga jiq shaxslarninki guvohlik berishi u bularga muhtoj bo'lgan. Chunki nazilar ko'pinchiligan materiallarni kuydirib atgan, hatto Auschwitz'dagi zaharlik gaz uylarini portlatib atgan. Ammo bizning mayada hozir butun hujjat bor. Otsang bo'ladi, pilomot, avtomat, hammasi bor bo'lgan. Uningdan keyin yana bir rasm bor. Kunasninki lagerdagi bir buvayninki doktor okul uryapti-da, qo'lida ko'yiz bor. Kaynida 2 soqchi bor. Bu demak, bularni biz har qanday bir xalqaro sudga shu rasmni olib kirib, oldiga qo'yib, har qanday Xitoyning amaldorini milliy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyati bilan sudlay olamiz. Buning shuning uchun xalqaroga bo'lgan ta'siri tarixiy xarakterlik. Tarixiy xarakterlik. Endi bizga bir xuddi Yahudilarning Amerikadagi
qirg'inchilik myuzimidek bizga bir myuzim kerak. Bularni hujjatlarni besib, hamma tillarga tarjima qilib, shu myuzimlarga qo'ysak, bu tarixiy xarakterlik. Uyg'ur milliy qirg'inchiligining isboti, dalili hammasi bu yerda. Ovozingiz yo'q. Ovoz yetib qo'yapti. Haqiqatan deb o'tganimizdek bu hujjatlar tarixiy xarakterlik bir abida bo'lib qoldi. Endi bu Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilikni, zulmni bostirishni maxfiy planlab, dunyoning ko'zini bo'yab, Uyg'urlarni xalqaro vaziyatdagi terrorlik, asabiylikka qarshi turish shamilida mustaqil yig'ishtiruvimiz deb o'ylab qilgan bir qabihlik, bir rezillik. Ama her qanday bir rezillik aman paş oldu, her qanday bir cinayet aman paş oldu. Şu an bu yukarıdaki hüccet bizning vatandagi faqat ikki nahiyaninki uçurları bilishimcha. Shundaq bu. Shundaq. Qashqarning Qo'nisha, G'o'ljininki Kunesmi, Tekesmi? Tekes nahiya. Bundan nahiyadan bizning vatanda nechisi bor? Viloyatdan 15-16 bo'lgan yerda. Shundaq ekan, bu bir muztag'ninki bir ko'ringan yuzi degan gap endi. Ko'ringan yuzimi emas degan. Shunga bu xildagi jinoiy paketlar bundan keyin davomli pash bo'ladi deb qaramsiz. Davomli ejiladi deb qaramsiz. Albatta shunday bo'ladi. Biz 1-2 yilning oldida eng dastlabda Xinjiang Cable deb bir hujjatlar chiqdi. Shu vaqtida hammamiz hang qoldik, hayron bo'ldik. Uning kendidan qarqash tizimligi chiqdi. Uningda hayron qoldik. Shu vaqtlarda mening anglashimcha Xitoyninki buyruq tushirib, butun shu vatanimizdagi hujjatlarni hammani yo'qotish. So'zingizni davomlashtirsangiz, men to'pning masalasini hal qilay. Davomlashtiravering siz. Bu hamma hujjatlarni yo'qotib etishni bularni talab qilgan. Lekin yanala mana bu da qitimqi shu Xitoy saqchi hujjatlaridek bu hujjatlarninki qaytadan yana pash bo'lishi demak bir ishni qildi, zulm soldi, bu zulmni yo'shirish, uni muktirish, uningki isbotlarini yo'qitma deganlik bu ahmoqonlik. Buni yo'qitolmaydi. Uyg'urda bir tamsilimiz bor, etak bilan qo'yashni to'sig'ini olmaydi. Yana Xitoy hukumatiningki bu keng ko'lamdagi, bu xil ko'lamdagi milliy qirg'inchiligini Xitoy hech qachon yo'shirib bo'lolmaydi. Uyg'urlarningki milliy qirg'inchilik uchrayotgan tarixiy bugunlar emas amaliyotda. Shingsayning davridan tortib yoki uning oldidagi Zozongtangning davridan tortib Xitoyning ishg'oliyati bilan bizning vatanda milliy qirg'inchilik davomlashib kelgan. Uningdan keyin Gomindan keldi, Xitoy kommunistlar keldi, Wang Junning ipagan milliy qirg'inchiliklari bo'ldi. Uningdan keyin har xil yerlik millatchilarga qarshi dedi. Bu nomlar bilan Uyg'urlarga ipagan bu qirg'inchilik kayni-kaynidan davomlashib kelgan. Masalan, janubda, shimolda Barinda qirg'inchilik bo'ldi 80-90-yillarda, G'uljida 97-yilda qirg'inchilik bo'ldi, Qashqarda bo'ldi. Ammo lekin bularni Xitoy nayt muvaffaqiyatlik yo'shirib xalqaroning ko'zidan yiroq tutib kelgan. Ammo lekin hozir unda qilolmaydi. Birsi u vaqtdagi ma'lum bir shahar yoki bir rayon qaratganligi uchun Xitoy buni eshik darvozini taqab, uchurlarni to'sab, buni qila olgan. Ammo bugungi kunda bu milliy qirg'inchilik
bütün Uygur milleti, Uygur milleti emas, bütün Şarkı Türkistanlıklarga. Yani biz Şarkı Türkistanlıklar degenimizde Uygur, Kazak, Kırgız, Üzbek, hatta ki bazı Müslüman bolan Tungallarımı qaratkan. Şunun için bunda keng ko'lamdagi bir milliy qirg'inchiligini Xitoy to'sayma, uni yepib olma, haqqi bildirmayma degani bu eng ahmoqonalik. Bu cho'qim pash yo'lidir. Bu milliy qirg'inchilik eng dastlabda bizning lager shohidlarimiz, qahramonlarimiz, qiz o'g'illarimiz shularning og'zidan biz anglagan bo'lsak, xabarlardan mish-mish kelgan xabarlardan boshqa shularning og'zidan, shularning jig'izorlaridan anglagan bo'lsak, kaynida pasho'g'an abayman degandek kabel dedi, qarqash tizimligi dedi, bulardan bo'ldi. Emdiki kunda saqchi hujjatlaridan bu dunyoga oshkorlandi. Bu saqchi hujjatlar orqali abayman deb o'tganga o'xshash tutilgan odamninki sonimi ma'lum darajada aniq bo'ldi. Uningdan boshqa buningki vahshiyligi Xitoyning amaldorlarining so'zlaridan uch qashqari bo'ldi. Shuningga Xitoy buni to'sab bo'lolmaydi.